Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Marg'ilon bo'limi o'z xizmatini taklif etadi. Dunyodagi istalgan mamlakatdan pul mablag'larini qabul qilib olish yoki jo'natish uchun eng ishonchli, tez va qulay xizmat Western Union'da. Endi marg'ilonliklar va viloyatimiz aholisi Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bankining Marg'ilon bo'limida faoliyat boshlagan Western Union xizmatidan foydalanishlari mumkin. Qarindoshlaringiz va yaqinlaringizdan sizning nomingizga pul mablag'lari yuborilgan bo'lsa, zaruriy hujjatlarni to'ldirganingiz zahoti bir necha daqiqa mobaynida jamg'arma qo'lingizda bo'ladi. Milliy bank Marg'ilon bo'limi To'ralar ko'chasi 216-uyda joylashgan. Telefon 35 43 11. Ishonchli, tez va qulay xizmatdan foydalanib ko'ring. Jahon muxlislari, siz Marg'ilon televideniyesining Assalomu alaykum nomli tonggi dasturini tomosha qilyapsiz. Azizlar, xalqimizda hunardan unar degan ajoyib naql bor. O'zining egallagan kasbi, hunari bilan el orasida obro' topayotgan yurtdoshlarimiz ko'pchilikni tashkil etadi. Navbatdagi lavhamizda oshpazlarning kasb mahoratini oshirish maqsadida o'tkazilgan ko'rik tanlovining viloyat bosqichi haqida so'z yuritiladi. Viloyat hokimining 2004-yil 1-dekabrdagi 190-sonli farmoyishiga binoan oshpazlar, qandolatchilar va ofitsiantlar tanlovini o'tkazish rejalashtirilgan edi. Bu tanlovlarni o'tkazishdan asosiy maqsad umumiy ovqatlanish korxonalari xodimlarining kasb darajasini hamda aholiga bayram va boshqa tantanali tadbirlar mehmonlari va qatnashchilarga xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish, uni zamon talablari darajasiga ko'tarish, shuningdek iqtidorli va qobiliyatli oshpazlar, qandolatchilar, ofitsiantlarni tanlab olish va ularni mamlakat miqyosida o'tkaziladigan tanlovlarda ishtirokini ta'minlashdan iboratdir. Ushbu tadbirning tuman, shahar bosqichlari shu yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan edi. Kuni kecha Farg'ona shahridagi Bibixonim majmuasida ushbu tanlovning yakuniy bosqichi bo'lib o'tdi. Tanlovni kasaba uyushmalari viloyat kengashi raisi Anvarjon Yunusov ochib berdi. Tanlovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha tashkiliy qo'mitasi tarkibiga viloyat hokimligi, Farg'ona savdo kompaniyasi hamda viloyat matbuot savdo kompaniyalari kiradi. Viloyatimizning turli shahar va tumanlardan kelgan ishtirokchilar tayyorlagan bir-biridan mazali xushbo'y taomlarini, mohirlik bilan zeb berilgan shirin shakar qandolatchilik mahsulotlarini hamda mehmonlarga qanday iltifotli bo'lish kerak ekanligini juri a'zolariga havola etdilar. Oshpazlik bo'yicha qatnashchilar juri a'zolari kuzatuvida ko'proq milliy xususiyatli 4 xil yoki 7 porsiyali taom tayyorlashliklarini namoyon etdilar. Yuqoridagi taomlar qatoridan sabzavotli, mevali, go'shtli va aralashmali sovuq gazaklar, shuningdek birinchi taom, ikkinchi taom hamda desertlar ham o'rin olgan. Juri a'zolari baholashda ko'proq tayyor mahsulotning vazni, normasi va kalkulyatsiyasiga, mahsulotning tashqi ko'rinishi, ta'mi va hidi bilan birga bezatilishiga ham alohida e'tibor berishdi. Eng yaxshi qandolatchi nominatsiyasi bo'yicha ishtirok etganlarni baholashda esa juri a'zolari mahsulotlar rang tovlanishlariga, muvofiq bo'lgan zamonaviy estetik talablarga, ommaviy xomashyodan foydalanishga, yangi zamonaviy bezak ingrediyentlarga, mahsulotlarning nozik ta'm uyg'unligiga hamda shirinlik ortiqcha bo'lmasligiga va porsiyalashtirishning qulayligiga javob berish kerakligini ta'kidlab o'tdilar. Shundan so'ng tanlov ofitsiantlar nominatsiyasi bo'yicha davom etdi. Ofitsiantlar o'zlarining tashqi ko'rinishi, ish o'rnini tayyorlash, idish tovoqni artish va yaltiratish qoidalari, stol yasatish texnikasi, menyu tuzish va rasmiylashtirish, gullar, har xil variantlarda salfetkalarni badiiy taxlash bo'yicha mahorat ko'rsatdilar. Tanlov yakunida juri hay'ati raisi Anvarjon Yunusov yakuniy baholarni e'lon qildi. Tanlov natijalariga ko'ra oshpazlar nominatsiyasi bo'yicha Qo'qon shahri 1-o'rinni, Farg'ona shahri 2-o'rinni, Dang'ara tumani esa 3-o'rinni egalladi. Qandolatchilar nominatsiyasi bo'yicha esa Beshariq tumani 1-o'ringa, Marg'ilon hamda Farg'ona shaharlari jamoalari 2-o'ringa, Qo'qon shahri 3-o'ringa loyiq deb topildilar.
So'nggi ofitsiantlar nominatsiyasi bo'yicha esa farg'onaliklar birinchi o'rinni, qo'qonliklar ikkinchi o'rinni egallashdi. G'olib jamoalarning birinchi o'rin sohiblariga Yamaha mototsikllari, ikkinchi o'rin sohiblariga xorijda ishlab chiqarilgan rangli televizorlar, uchinchi o'rin sohiblariga esa qimmatbaho gilamlar hamda viloyat hokimligining faxriy yorliqlari taqdim etildi. Sovg'alarni viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Odiljon Olloyorov topshirdi. Ishtirokchilar o'tkazilgan tanlovdan mamnunliklarini izhor etdilar. Bugungi o'tkazilgan ko'rik tanlovimizning asosiy maqsadi bizning viloyatimizdagi shahar tumanlardagi oshpazlar, qandolatchilar, ofitsiantlarning mahoratini, o'zimizning an'analarimizni tiklash. Qolaversa, respublikamiz, viloyatimizga kelayotgan chet el mehmonlarini kutib olish, rasmiy delegatsiyalarni ularni qabul qilish. Qolaversa, o'zimizning qadimgi mana shu qandolatchilik, oshpazlik mahoratini bo'lgan mutaxassislarni aniqlab, bu viloyat bosqichidan keyin shu g'oliblarni respublika ko'rik tanloviga tayyorlab, o'sha yerda qatnashishini ta'minlash. Bu respublika ko'rik tanlovi Navro'z bayrami arafasida Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. O'ylaymanki, bugungi mana shu ko'rik tanlovda chiqqan g'oliblar bizning viloyatimizni respublika miqyosida biz viloyatimiz sha'nini himoya qilib, g'oliblik o'rinlarini egallaydi deb hisoblaymiz. Allohga men qatnashish shukrki, shunchalik anjumanda bizga birinchi o'rinni berishdi. Xalqimizga, yurtboshlarimizga shunchalik ajoyib, chiroyli anjumanda o'tkazayotgan bizni qo'ligul oshpazlarimizga, hammalariga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Shunchalik qovurlarni qadrlab, e'zozlab shunchalik Farg'ona shahriga to'plashibdi ekan. Hamma Farg'ona shahar hokimligiga ming rahmatlar aytamiz. Bundan basiga hamisha shunaqa xursandchiliklar bo'laversin. Bugungi bo'lib o'tgan tadbirda ikkinchi o'rinda oldik. Juda xursandmiz. Bundan bariga ham yana ishlarimiz ko'pga rivoj berib, yana yangi o'ylab topib, nimalar qandolat mahsulotlaridan xalqimizga shirin o'sha qandolat masalalarimizdan yetkazib berishga va'da beramiz. Xudo xolasa keyingi tadbirlarda birinchi o'rinda olamiz deb va'da beramiz. Viloyat tanlovida g'olib bo'lgan eng yaxshi oshpazlar, qandolatchilar va ofitsiantlar 2005-yil Navro'z bayrami arafasida Toshkent shahrida o'tkaziladigan respublika ko'rik tanlovida qatnashadilar. Biz ularga yangi yilda yangi zafarlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Ko'rib turgan mana bu shiringina, jajjigina qizaloq Quva tumanidagi Beruniy nomli ko'chaning fayzli xonadonlaridan birida istiqomat qiluvchi Mohlaroy Egamberdiyeva bo'ladilar. Mohlaroy bugun o'zlarining umr bog'laridagi ilk yoshlarni barcha yaqinlari davrasida qarshi olmoqdalar. Qizaloqni bugungi quvonchli shodiyonalari munosabati bilan opoqilari va buvijonlari, dadalari G'ayrajon aka, ayajonlari Odinaxon opa, tog'alari Xudoberdi hamda ammajonlari chin dildan muborakbod etadilar. Ular Mohlaroyga uzoq umr, tan sihatlik, baxtli va quvnoq bolalik tilab, hamisha ota-onalari va barcha yaqinlarining baxtiga o'ynab kulib voyaga yetishlarini Allohdan so'rab qoladilar. Quyidagi taronani esa ular uchun musiqiy sovg'a sifatida taqdim etadilar. Umring shodliklarga to'lsin azizim, bosgan izlaringdan unsin gulchechak. Sochlari popugim, baxtim, iqbolim, senga yo'ldosh bo'lsin porloq kelajak.
kelar go'zal bo'lmasa, yashagan sari ko'p yashaging kelar. Umr bu biz uchun berilgan ne'mat, hayotni qaytadan boshlaging kelar. Bilmaymiz manglaydi nelar yozug'lik, yomonlik qayerdan, qaydan yovuzlik, 80mi, 90mi yoshi ulug'lik, yashagan sari ko'p yashaging kelar. Assalomu alaykum Andijon zaminining aziz farzandlari. Assalomu alaykum vatanimizda o'zining buyuk bunyodkorlik ishlari bilan obro' e'tibor topayotgan Andijonning mehnatsevar insonlari. Yurtimizda to'y bugun, o'ynab kuning siz bugun. Yurtimizda to'y bugun, o'ynab kuning siz bugun. Doira-yu mag'ora karayli. Shunchalar go'zalsan, to'lishgan oysan, yorim bo'l yolg'izim sevib qolibman. Shunchalar go'zalsan, to'lishgan oysan, yorim bo'l yolg'izim sevib qolibman. Seni jonim ishon sevib qolibman. Shu kundan parishon bo'ldi hayolim. Seni jonim ishon sevib qolibman. Shu kundan parishon bo'ldi hayolim. Ko'nglim bahorisiz, ongim nahorisiz, sendek qalbi vayron, qizning armonisiz, sendek qalbi vayron, qizning armonisiz. Bilmez halim suzane buldum endi, suzane buldum endi, mastane buldum endi, suzane buldum endi, mastane buldum endi. Şirin qiynoq o'tli nigoh sevib qoldim, bir ko'rishda sevib qoldim, bir ko'rishda sevib qoldim, bir ko'rishda sevib qoldim. Yo'llaringga intizor qalbim, muhabbatim samoda. Shuni oldi qarashing, sen kabi yo'q dunyoda. Yo'llaringga intizor qalbim, muhabbatim samoda. Shuni oldi qarashing, sen kabi yo'q dunyoda. Hayotni meni ishongan, umidlarim bo'larim. Deyman seni azizim, bo'lgin sen vafodorim. Bu hayotda meni ishongan, umidlarim bo'larim. Deyman seni azizim, bo'lgin sen vafodorim. Tabib diagnostika va davolash markazida O'zbekiston Xalq tabobati akademiyasi a'zosi, refleksiya terapevt Ergasharli Xolmatov shifobaxsh giyohlar vositasida sujuk usuli, ignalar, magnit va eski tangalar bilan tirik va o'lik suv yordamida turli xastaliklardan forig' qiluvchi sog'lomlashtirish muolajalarini o'tkazadi. Muolajalar davomida adenoma, prostatit, psoriaz, allergiya, qon bosimining ortishi, tutqanoq, gemoroy, me'da qurtlari, qandli diabet, jigar va o't tufayli, buyrak va bel og'rig'i, miya chayqalishi tufayli sodir bo'lgan bosh og'rig'i kabi xastaliklardan aziyat chekayotgan bemorlar shifo topishlari mumkin. Tabib Ergasharli Xolmatov bemorlarni Farg'ona shahar avtovokzali hududida qabul qilmoqda. Qabul vaqti 8 dan 15 gacha. Telefon 26 90 04. Tabib diagnostika va davolash markazi.
Davolash muolajalariga marhamat. Vertebroen davolash maskanida umurtqa pog'onasining osteoxondroz, disk grijas kasalliklariga patogenogenetik diagnoz qo'yilib, davolash ishlari olib borilmoqda. Agar og'riq qoldiruvchi dorilar beldagi, boshdagi va ayniqsa oyoqdagi kuchli og'riqni qoldirmayotgan bo'lsa, bunday bemorlar navbatsiz qabul qilinadilar. Shuningdek, bo'yin umurtqasi osteoxondrozi tufayli qoni quyuqlashib, qon bosimi ko'tarilayotgan bemorlar ham shifo topadilar. Manzil Namangan shahri, Hamza nomli ko'cha, 1-uy. Telefon 330010. Vertebroen davolash maskani. Marg'ilon televideniyasi bosh homiyligida nashr etilayotgan Hamroh gazetasining navbatdagi soni bosmadan chiqdi. Uning dastlabki sahifasida siz o'zbek askarchiligiga salmoqli hissa qo'shayotgan taniqli kulgi ustasi Xotamjon Hakimjonov bilan uchrashasiz. Butun dunyoga ma'lum va mashhur buyuk Xitoy devori qachon va kim tomonidan qurilgan? U yana qancha muddat yashaydi degan savollar sizni qiziqtiradimi? Unda gazetaning 3-sahifasidan o'rin olgan buyuk Xitoy devori sarlavhali maqolani o'qing. Ot azaldan insonning do'sti hisoblanib kelgan. Chindan ham 4 oyoqli bu jonivorning odamga nisbatan aql bovar qilmaydigan darajada g'aroyib mehri bor. Otning sadoqati nomli maqola ham sizni befarq qoldirmaydi deb o'ylaymiz. Jurnalist Rustamboy Muhammadning yon daftaridagi qaydlariga bir nazar tashlasangiz, bosh ko'tara olmay qolasiz. Chunki har kimning ma'naviyati har xilda. Gazetaning oldingi sonlaridan boshlab o'qib kelayotganingiz xiyonat botqog'ining davomi ham e'tiboringizga havola qilingan. Har galgidek bu safar ham gazetadan teleko'rsatuvlar dasturi, munajjimlar bashorati va aqlingizni chaqaydigan ajoyib skanvorlar ham o'rin olgan. Hamroh bilan birga bo'ling, zerikmaysiz. Bolalikdan boshlanadi. Yoshlikda olingan bilim toshga bitilgan naqshdir. Shu aqidaga amal qilgan ustozlar murg'ak qalbli bolalarga ular ilk bora maktab quchog'iga qadam qo'ygan chog'lardan boshlab mustahkam bilim berishga intiladilar. Bo'lib o'tayotgan savodxonlik bayramlarini ustozlarning mehnatlari mevasi deyish mumkin. Hozir e'tiboringizga shahardagi Istiqbol gimnaziyasida ta'lim olayotgan 1-sinf o'quvchilarining savodxonlik bayramlaridan tayyorlangan ko'rsatuvni havola etamiz. Shahrimizdagi Istiqbol gimnaziyasining 1-A sinfida ilk saboqni olayotgan 24 nafar o'quvchilari alif va saboqlarni o'zlashtirib olganliklarini bayram qildilar. Yangi yil yaqinlashib kelayotganligi uchun ham ular tadbirni qo'shaloq bayramga aylantirib yubordilar. Musiqa sadolari ostida kirib kelgan bolajonlar shodliklarini yashira olmay bor ovozlari bilan Qorboboni chaqirishdi. Sahnaga Qorbobo kirib kelgach, bolalar alifbeni madh etuvchi she'rlarini quvonch bilan aytib berdilar. Ayniqsa ular o'zlari sahnalashtirgan mehr muruvvatga chorlaydigan hikmatli rivoyat va ertaklarni aks ettiruvchi sahna ko'rinishlarini chiroyli va qiziqarli tarzda namoyish etishdi. Tadbirda bolajonlar onalarni ulug'lovchi, vatanni tarannum etuvchi she'r, qo'shiq va raqslarni ham ijro etdilar. Ingliz tilini mukammal o'rganganliklarini namoyon etib, inglizcha qo'shiq va she'rlardan ham bayon etishdi. Children, I want to speak English. Did you answer to my questions, please? What did you learn at the English lesson? We learned many poems. We learned songs and stories. We learned letters and we can read. Oh, it's very wonderful. Children, can you sing the songs ABC? Yes. Yes, yes, yes.
was more. Now then look me, friends, can you count them all? I can count them well. There are 26 apples in the basket. Yes, one right. This is for books. I had many books. We are good friends. My books and I. We have such fun. My books and I. We are good friends. Can you say what? He is forget. My cat is great. I have a cat. His name is Pig. For he loves me and I love it too. This is so good. I have a little dog. His name is Jack. That is white and his ears are yellow. I can read. I can write. I can speak English too. I love knowing English. And what about you? F is for flowers, red and blue, white and yellow, and rosy flowers, flowers pale, flowers there, flowers growing everywhere. Hey, this was nice, and for yours, fine little girls, and you can see, it is the gun on the tree. Yangi Hansel, blue water, green blue, Hansel, green kullanır. Gelecek gün, şunday avloplarım zor geçti. Bayram davomida gimnaziya direktori Muzaffarxon Saydumarov ota-onalardan Odinaxon Pardinovalar mazkur sinf o'quvchilarining savodxonligini oshirishdagi katta xizmatlari uchun sinf rahbari Muqaddasxon Mirzaliyevaga minnatdorchilik bildirdilar. Mana bugun biz Marg'ilon shahridagi Istiqbol gimnaziyasida Alifbey bayramini juda chiroyli qilib o'tkazdik. 4 oy davomida o'quvchilar olgan bilimlarini mana shu Alifbey bayramida namoyon etishdi. Bu bolalar bu bizning kelajagimizdir. Boshlang'ich sinf bu poydevor hisoblanadi. Puxta bilim olsa, har doim bilimlari nihoyatda puxta bo'lib ketadi. Shuning uchun barcha o'qituvchilar, ya'ni biz boshlang'ich sinf o'qituvchilari bolalarni bilimli, saxovatli qilib tarbiyalashga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, ota-onalar, xush kelibsizlar. Bugungi bizning farzandlarimizni ulug' kunlari bo'lmish harf bayramlariga shu har bayramlaridan foydalangan holda avvalambor ularning ustozlari, direktorlari, ota-onalariga rahmat deymiz. Bularni olib borgan tadbirlarida avvalambor xalqaro ahvolga teng kelgan holda ingliz tillarini mukammal o'rganganliklari uchun raqqosalarimiz, she'r aytgan yigitlarimizga tasannolar aytmay ilojimiz yo'q. Shu farzandlarimizni bugungi kunda tabriklar ekanmiz. 2005-yil ham shularga omad, aql, idrok, sog'lik, salomatlik olib kelsin. Direktorimiz ham sog' bo'lsinlar. Ustozlarni hammasini 2005-yil bilan tabriklab, hammaga sog'lik, salomatlik tilab, sinflarini nomidan tabriklayman.
Xuddi shunday savodxonlik bayrami tantanasini gimnaziyaning 1-B sinf o'quvchilari ham shod va xurramlik bilan nishonladilar. Bayram karnay-surnay sadolari ostida boshlandi. Shundan so'ng ular birin-ketin o'z ustozlari Bilolamxon Hoshimova ko'magida o'rgangan harflar va ulardan iborat bo'lgan she'r, qo'shiq, hikmatli ibora va maqollarni maromiga yetkazib, birro-birro qilib ijro etdilar. Hattoki ular tomonidan moziga ham nazar tashlandi. Tibbiyotga asos solgan
Vatani nihoyasida ota-onalar nomidan so'zga chiqqan viloyat o'qituvchilar malakasini oshirish institutining bo'lim mudiri Hadichaxon Sotivoldiyeva so'z olib, ustozlarga samarali mehnatlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Mana shu 1-sentyabrdan boshlab mana shu jajji bolajonlarni o'zimni bag'rimga qabul qilib oldim. Qabul qilib olish bilan birgalikda mana bir dona farzandim 25 ta farzand bo'ldi deb o'yladim-da, ularga ochiq chehralik bilan, malik bilan kutib oldim. Ularga bor mehrimni, qalb qo'rimni berib, ularga ham tarbiya, ham ta'lim bera boshladim. Mana 4 oy davomida ular albatta o'qishni, yozishni bemalol o'rganib, vatan, ona so'zlarini o'qiy oladigan darajaga yetib kelishdi. Endi mana bugun savodxonlik bayramini o'tkazdik. Mana bolalar juda ham xursand. Men endi mana shu aziz bolajonlarimni, o'z farzandi deb qolgan bolajonlarimni kelajakda bundan ham azizroq, yaxshiroq bo'lib, vatanimiz, xalqimiz suygan farzandlar bo'lishlarini tilakdoshiman. Albatta bugun his hayajonli daqiqalar. Bugun biz Istiqbol gimnaziyasiga mana shu savodxonlik bayrami uchun yig'ildik. Bizga tuman shaharlardan viloyat malaka oshirish institutiga o'z malakasini oshirish uchun kelgan o'qituvchilarni guruhlarini ham olib keldik. Alifbe bayramini yangi usullarini ko'rdik. Har doim biz mana shu Istiqbol gimnaziyasiga bunaqa tadbirlarni iman bergan otgan qullarning sizlarga odoq qilgan yo'llarin bergan ohangidan adaymasin so'zlarin birni bergan qaraganda qamashmasin ko'zlarin ey Allohim bir yo'l ko'rsat bilan qonun topaymen Bayram so'ngida Istiqbol gimnaziyasi direktori Muzaffarxon Madumarov barcha o'quvchilarga ilm cho'qqinlarini zabt etishlarida omadlar tilab, ularga oq fotiha berdi. Ota-onalar nomidan so'zga chiqqan Naimaxon Abdullayeva bolalarini qisqa fursat 4 oy davomida shu darajaga yetkazishda fidokorona mehnatlari singan sinf rahbari, xalq ta'limi a'lochisi Muborakxon Mullajonovaga samimiy minnatdorchilik bildirdi. Istiqbol gimnaziyasini 1-sinf o'quvchilarini savodxonlik bayramida qatnashdik. Bugungi bayramda ajoyib o'g'il qizlarimizni shu ozgina fursatda, 4 oygina muddatda o'qishni, yozishni mukammal o'rganib, mana ingliz tilini o'rganishib, o'zlarini ajoyib savodxonliklarini ko'rsatishi bizni nihoyatda quvontirishdi. Mana bu shunday o'quvchilarimizni tarbiyalashda, o'qitishda avvalo barcha ota-onalar, opoqalar, bojonlar nomidan gimnaziyaning ma'muriyatiga, jamoasiga, aziz ustozlariga, barchalariga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Ularni keyingi ishlarida muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'ylaymanki, bugungi mana shu 1-sinfga qadam qo'ygan o'quvchi, mana shu yoshlarni bugungi chiqishlaridan ma'lum bo'lib turibdiki, yurtimizni ajoyib bir komil insonlari bo'lib chiqishadi degan umiddamiz. Ularning ichidan hali biz o'ylagandek juda ham katta bir yirik olimlar, ajoyib bir shifokorlar, ustozlar, turli xil kasb egalari chiqib, xudo xolasa biz o'ylaymizki, Muborakxon mana shu o'quvchilar meni o'quvchilarim deb faxr bilan tilga oladilar va mana shu har bir insonni o'zini birinchi muallimi, ustozi bo'ladi. Muborakxon o'zlarini talabchanliklari, mehribonliklari mana shu har bir o'quvchilarga o'zlari ko'ngliga yo'l topa olib, o'quvchilarning qalbidan juda ham o'rin oldilarki, bir umr ustozni qalblarida saqlab, e'zozlab, hurmatlarini joyiga qo'yib, Muborakxon kutgandek ajoyib inson bo'lib yetishadi degan umiddamiz.
Bolajonlarning nurli kelajak sari olg'a shiorini baland ko'targan holda Xayr Alibejonim qo'shig'ini ijro etishlari bilan bayram dasturi yakun topdi. Haqiqatdan ham ularni oldinda o'qish kitobi hamda nurli va baxtli kelajak kutmoqda. Jajji o'quvchilarning keyingi o'qishlarida omadyor bo'lishini tilab qolamiz. Hayot bunchalar go'zal bo'lmasa, yashagan sari ko'p yashaging kelar. Umr bu biz uchun berilgan ne'mat, hayotni qaytadan boshlaging kelar. Bilmaymiz manglaydi nelar yozug'lik. Yomonlik qayerdan, qaydan yovuzlik, 80mi, 90mi yoshi ulug'lik, yashagan sari ko'p yashaging kelar. Assalomu alaykum Andijon zaminining aziz farzandlari. Assalomu alaykum vatanimizda o'zining buyuk bunyodkorlik ishlari bilan obro' e'tibor topayotgan Andijonning mehnatsevar insonlari. Yurtimizda to'y bugun, o'ynab kuning siz bugun. Yurtimizda to'y bugun, o'ynab kuning siz bugun. Doira-yu nahora kalay-kalay. Shunchalar go'zalsan, to'lishgan oysan, qorim bo'l yolg'izim sevib qolibman. Shunchalar go'zalsan, to'lishgan oysan, qorim bo'l yolg'izim sevib qolibman. Seni jonim ishonib sevib qolibman. Shu kundan parishon bo'ldi hayolim. Seni jonim ishonib sevib qolibman. Shu kundan parishon bo'ldi hayolim. Ko'nglim bahorisi, ongim nahorisi, sendek qalbivayron qizning armonisi. Mendek qalbivayron qizning armonisi. Sog'inib, sog'inib, yetibdaman, kelsangiz qolming, dilarim istaman. Sog'inib, sog'inib, yetibdaman, kelsangiz qolming, dilarim istaman. Kimsa bilmas holim, so'zona bo'ldim endi. So'zona, so'zona, so'zona bo'ldim endi. Mastona, mastona, mastona bo'ldim endi. So'zona, so'zona, so'zona bo'ldim endi. Mastona, mastona, mastona bo'ldim endi. Shirin qiynoq, o'tli nigoh, sevib qoldim. Bir ko'rishda sevib qoldim. Sevib qoldim, sevib qoldim. Bir ko'rishda sevib qoldim. Sevib qoldim, sevib qoldim. Bir ko'rishda sevib qoldim. Yo'llaringga intizor qalbim, muhabbatim samoda. Shunda oldi qarashing, sen kabi yo'q dunyoda. Yo'llaringga intizor qalbim, muhabbatim samoda. Shunda oldi qarashing, sen kabi yo'q dunyoda. Hayotda meni ishongan umidlarim bo'l yorim. Deyman seni azizim, bo'lgin sen vafodorim. Bu hayotda meni ishongan umidlarim bo'l yorim. Deyman seni azizim, bo'lgin sen vafodorim. Toshloq tumani ichki ishlar bo'limining xabarnomasi. Toshloq tumani Birlik qishloq fuqarolar yig'ini Yakatut qishlog'ida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan fuqaro Mahmudjon Muhammadovich Qodirov qidirilmoqda. Mahmudjon Qodirov 2004-yil 13-iyul kuni kech soat 19lar chamasida Marg'ilon shahriga ketyapman deb chiqib ketganicha qaytib kelmay bedarak yo'qolgan. Uning asosiy belgilari: bo'yi taxminan 170-175 cm, tana tuzilishi to'g'ri, bug'doy rang, sochi qora, yuz tuzilishi uzunchoq, o'ng yuzida xoli bor. Qoshlari qora, qorin qismining o'ng tomonida operatsiyadan qolgan chandig'i, qornining past qismida rezinka qisishidan qolgan izlar mavjud.
ruhiy sog'lom. Bedarak yo'qolgan Mahmudjon Qodirovni ko'rgan va u haqda biron bir ma'lumotga ega bo'lgan shaxslardan yaqin oradagi ichki ishlar bo'limiga yoki 38 51 02 38 57 34 38 56 35 38 52 33 raqamli telefonlar orqali xabar berishlar so'raladi. Toshloq tumani ichki ishlar bo'limi. Diqqat qidiruv. Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi hamda Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyati Novqat tumani prokuraturasi tomonidan Novqat tumanidagi Gagarin ko'cha 52-uyda yashovchi 1988-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan fuqaro Abdurahim Adhamjonovich Buvatayev qidirilmoqda. Abdurahim Buvatayev 2004-yil 1-dekabr kuni ertalab soat 8larda hech qanday sababsiz uydan chiqib ketib, qaytib kelmay bedarak yo'qolgan. Uning belgilari: bo'yi 162 cm, oqsariqdan kelgan, sochlari qora, 2 cm uzunlikda, quloqlari katta, burni to'g'ri, lablari ingichka, ko'zlari qora, qoshlari to'g'ri, ingichka, tishlari tabiiy butun. Uydan chiqib ketayotganida uning egnida qizil-ko'k rang aralash sport kostyumi, qora shim, oq rangli yoqalari qora rangda zamochkali kofta, oq futbolka, oyog'ida qora rangli yarim etigi bo'lgan. Uning alohida belgisi: boshining tepa qismida sochlari orasida oq yo'li bor. Bedarak yo'qolgan Abdurahim Buvatayevni ko'rgan va u haqda biron bir ma'lumotga ega bo'lgan shaxslardan yaqin oradagi militsiya tayanch punktlariga xabar berishlar so'raladi. Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi. Mana aziz muxlislar, shuning bilan Marg'ilon televideniyesining yakshanba tongi uchun tayyorlangan dasturi ham o'z nihoyasiga yetdi. Garchi oyna jahon orqali bo'lgan diydorlashuvimiz poyoniga yetgan bo'lsa-da, kun hali endi boshlandi. Bugungi kun barchamiz uchun eng mas'uliyatli kun, chunki bugun saylovlar kuni. Saylovlarda ishtirok etayotgan har bir fuqaro o'zining kelajagi, mamlakat taraqqiyotini belgilovchi deputatlar uchun ovoz berayotganini chin dildan his qilishi lozim. Bu borada barchalaringizga omad tilab qolamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.